Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bugun Andijon qora jo'jalarining 1 oyliklari variantini taqdim etamiz do'stlar. Xullas-kelam bu jo'jalar 80% makiyon xudo xolasa. Ular jo'jalarimiz sotildi. Toshkentga hozir yuklanish jarayonida sizlarga yuklanishdan oldin videolarini ko'rsatmoqchiman. Jo'jalar sostenalarini qanaqaligini va biroz makiyonni ajratib o'zim yelkaga yuklayman. Tomosha qilasizlar, iloji boricha chiroyliroq qilib chiqarishga harakat qildim. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin oxiriga yetmasdan obuna bo'lib qo'yinglar. Gaz do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Davay, birinchi videolar boshladik. Mana shu xo'roz makiyonlarni ajratib chiqarib beryapmiz do'stlar. Ukalar kimga qiziq bo'lsa nomerlarimni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Dumi bor, dumi yo'q qilib xo'rozlarni ajratib, makiyonlarni ajratib beramiz. O'zbekiston bo'ylab любой nuqtaga dastavkasi bor. Yer tagigan dastavka qilib beraveraman do'stlar. Qizig'i yo'q, qayerga bo'lsa olib borib beriladi. Zakaz olinsa bo'ldi do'stlar. Xudo xolasa shu ishdamiz. Shu biznesni boshlab olganmiz. Alloh bardavom qilsin ishlarimizni. Duoda bo'lib turasizlar. Omad deb yozib qo'yasizlar kommentariyaga do'stlar. 7-iyul kuni ertalab Toshkentda bo'laman. Hozir yo'lda ketyapman ekan. Endi yo'lda Andijondan yo'lga chiqdim. Manzilim Andijon Asakada. Kelib olib ketishingiz ham mumkin. Menga makiyon emas, xo'roz kerak, so'yib beraman degan akalarimiz bo'lsa ham juda ham ko'p ishqibozlar bor. Andijon xo'rozlarning ham ishqibozlarimiz juda ham ko'p. Bunaqalarga ham qilib beraveramiz do'stlar. Makiyonni ham, xo'rozni ham xohlagan, istalgan foizda chiqarib beramiz. Tirs obuna bo'lib videolarimizni ko'rib yuraveringlar do'stlar. Zakaz bo'lsa, ora-chirada qilib tursanglar, olib borib beramiz, dastavka qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Birinchi gapim tugagan.